Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va hurmatli birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darsi hadis davomida bugun yana bir hadisi sharifni tarjima va qasqacha mafhumini e'tiboringizga taqdim etamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Hazreti Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bo'libdir. Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuribdirlar: Albatta Alloh taolo tayyib bo'lib, tayyibnigina qabul qilg'ay. Alloh taolo musulmon bandalarini payg'ambarlarni buyurgan narsalariga buyuribdir. Chunonchi oyati karimada ey payg'ambarlar, yaxshi, ya'ni halol narsalardan yeb yaxshi amal qilinglar dedi. Hamda ey iymonlik bandalar, sizlar bizning bergan narsalarimizning yaxshilaridan yenglar dedi. So'ngra Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir insonni bayon qildilar. Ul kishi uzoq safar qilur, ochiq-chochiq changigan holda osmonga qo'l ko'tarib, ey Xudo deb duo qiladir. Holbuki yemagi haromdir, kiymagi haromdir, harom birla g'izolanadir. Uning duosi nuchuq qabul bo'lur. Bu hadisi sharifni Imom Muslim rahimahulloh o'z sahihida keltiribdir. Hadisni mafhumi: Alloh taoloning hukmi xalqi o'rtalarida birgina bo'lib, unda payg'ambar bo'lsin, vali bo'lsin, boshqalar bo'lsinlar, hammalari Alloh taoloning bandalaridirlar. Alloh taologa ibodat qilurlar. Haloldan yemak, haromdan saqlanmoqqa buyurilgandirlar. Insonning zimmasiga halolni istamak, haromdan saqlanmak lozimdir. Bu o'zi ibodat. Duoning qabul bo'lmoqlari shart. Duoning qabul bo'lmoqlariga shart. Haromdan saqlanmay, halolni istamay duo qilganning duosi qabul bo'lmaganidek, qilgan ibodatlarida qabul bo'lmag'ay. Bu xil inson qaysi bir chuqurda o'lib ketsa-da, Alloh taolo unga parvo qilmag'ay. Inson uzun safarlar qilsin, butun umri mehnatda o'tsin, yemagi, kiymagi, ichmagi halol bo'lmay, harom birla yashagan bo'lsa, uning mehnati, ochiq-chochiq yurgani, dunyoni yuzagaki tark qildim demagi birla Alloh taolo huzurida e'tiborga o'tib qolmag'ay. Alloh taoloning huzurida qalbining sof, yemagi, ichmagi, kiymagining halol bo'lmog'i barobarida riyodan, nafsoniy g'arazdan uzoq bo'lganidagina e'tiborga o'tgay. Alloh taolo bu hadisni mafhumida sizni bizni amal qilishga tavfiq nasib etsin. Xayr, sog' va salomat qolinglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.